Tepada ham xumchalar tasmani turibdi. Tasmani turibdi. Mana yig'layotgan hisoblariga, mana sakrash hisobiga ham ko'tarilayotgan bo'lishi ham ehtimoli bor. Ahamiyat bermaysizmi? Pastga tushganmi? Cho'miltirgan mashnaqa yig'laydi-da, tez cho'miltirib chiqamiz. Unda spokойнее yurmaydi. Pantirsan, nastroyingda. O'shanda ham mashnaqa, o'yim mamnaqa mashnaqa. Uyda ham. Uyda ham, ovqat yeyotganda ham. Sizdan chiqolmasdan, ahamiyat ko'rsatadi yig'ishga. Mana shu o'zi pastga tush kerak shunchalar. O'zi 2 yoshgacha pastga yetilib qoldi. Agar tushmasa, o'sha lecheniyadan keyin ham o'zi operatsiya qilish kerak bo'ladi, bo'lib qoladi. Просто nazoratda bo'lib turing. Shunga qarab turing, xo'pmi? Shunchalar. Tug'ilganda ko'pida tushadi. No, normacha 1 yoshgacha kutiladi. Pastga osib turish kerak. Osib turib, shu tuxumchalar pastda bo'lishi kerak, o'zi. Da. Bo'sh bo'lish kerak emas, o'shaga. Shunaqami bo'sh bo'lish kerak? Ha, bo'sh bo'lish kerak emas-da, o'sha tepada-da u. Tushunasizmi? Mana qaysar bo'lib qolgan hisobda bo'lishi mumkin. Yo'q, bu qaramaydi. unga qaramaydi. O'sha tug'ilganda shunaqa. O'sha tug'ilganda shunaqa. Bu video like uchun emas, u ota-onalar uchun. Bitta saqlash, bitta yuborish va bitta bolalar hayotini saqlab qolishga.